Kelinlar, bugun taqdiringlar hal bo'ladigan kun. Qaysi biringlar eng mazali taom pishirsanglar, alohida uyga ko'chib o'tasizlar. Rostdan. Lekin meni eng kam asabiylashtirgan kelin yutadi. To'xtatinglar, vaqt tugadi. G'olib kichik kelin. Yes. Kichik kelin, siz alohida uyga ko'chib o'tasiz. Manchi, undan oldin bu xonadonga kelin bo'lib tushganman-ku. Siz hali o'rganishingiz kerak. Undan keyin kamroq gapiring. Ovsinjon, bir narsaga hayronman-da, avvallari ovqat qilishni umuman bilmasdingiz. Sizga kim o'rgatdi? Onangiz yordam berdi deb o'ylagandim, lekin sizda hatto telefon ham yo'q. Ovsinjon, sizga kim aytdi mana telefon yo'q deb? Voy, bu telefon qayerdan keldi? Ovsinjon, internet uchun qachon oxirgi marta to'lov qilganingiz esizdami? Yo'q. Albatta bilmaysiz Ovsinjon, chunki qayningiz butun oilamizni oila mega plyus tarifiga qo'shib qo'yganlar. Bir kishi butun oila uchun to'lov qiladi. Shu sababli ham qachon to'lov qilganingizni bilmaysiz Ovsinjon. Telefonni bunga nima aloqasi bor? Bu telefonni erim Beeline'ning oila mega plyus tarifini qo'shganlarida bepulga olgan va menga sovg'a qildilar. Undan tashqari bepul ilovasi orqali foizsiz o'tkazmalarni amalga oshirsa bo'ladi. Yana kino va ritm servislarini ham bepulga ishlatsa bo'ladi. Ovsin, bas qiling gapirishdi. Buni mendan shirin ovqat qilishingizga nima aloqasi bor? Shunchaki aytdim qo'ydimda